shu YouTube'dagi obloshkani ko'rib, nima ekan bular deb kirib bizni ko'rishni boshlaganlarga hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu podkastni boshlashdan maqsad o'zi nima? Mana hozir bizni kuzatib turuvchilar bor. Endi kuzatasizlar ham. Bundan keyin ham xudo xolasa maqsad nima deydigan bo'lsalar ham, bular nimani olib chiqyapti deydigan bo'lsalar, o'zi bunaqangi ko'p yig'ilib o'tirardik. Hammamiz hali ishda odamimiz, hali shuning uchun ham endi bundan maqsad nima bo'ldiki, mana shu yig'ilib o'tirganimizni shu ommaga olib chiqib, masalan shu biz yoshimizdagi, masalan hozir mana biz hammamiz почти qo'r o'rtalarimiz, 30 yosh atrofiga endi borib turgan bolalarimiz. Bizi o'rtamizda, biz tengqurlarda bo'ladigan har xil muammolar, biznesdami yoki bir hayotdami, mana shularni bir ommaga olib chiqib, shuni gaplashib o'tirish. Hali biz o'zimiz biz 30 ga borib o'tkazgan opitimiz bo'lsa, nimalardan kechilingan, nimalarga keliningan, balki kimdir hozir shu hayotda endi boshlab turgan, balki kimgadir foydali bo'ladi. Bizdan kichkinalarga bir manfaatliroq bo'lib, masalan mana endi hali zinadan endi chiqib turgan bolalarga, qizlarga yoki masalan endi nimadir ishni boshlamoqchi bo'lganlarga bir foydasi tegadigan bir shunaqa yo'nalishni boshladik. Bu ham biz uchun bu hobbi. Masalan, bu bitta hobbi, bu biz uchun yangi Sinov desak ham bo'laveradi. O'zimiz bir yangilikka tiqib ko'rishdan maqsad. Qo'rquvlarni yengib o'tish uchun. Endi lechniy brendni ham rivojlantirish. Shunga harakat qilyapmiz. Endi bu mavzuga kelamiz hali. Xudo xolasa kelamiz. Endi o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, meni ismim Mirjalol. Men mana shu Zechoy korporatsiyasini desak ham bo'laveradi, xudo xolasa. Shuni asoschilaridan bittasiman. Men yonimda o'tirgan bu Muhammad Imron. Bu ham shu men bilan billama-billa mana shu yerda asoschisi bo'lgan. Sinfdosh, xonadosh, kursdosh, safardosh, yana bir narsa doshlar. Shu hali eskidan eng yaqin o'rtoqlarimiz mana shu yerda yig'ilganmiz. Yana bitta o'rtamiz bor. Kadr ortida qoldilar, ishlar ko'p ekan, hijolat bo'lishdi vaqa chiqqani. Xudo xolasa, mana shu keyingi nimalarda chiqdi. Keyingi podkastlarimizda xudo xolasa keyingi seriyalarda olib chiqishga harakat qilamiz. Hali planlarda podkastga har xil qiziq odamlarni olib kelish, suhbatini olish. Ular nimani ko'rib o'tgan bu hayotda. Shu narsalarni olib chiqish xudo xolasa, lekin birinchi bugungi podkastimiz faqat shu do'stlar doirasida gaplashib. Assalomu alaykum. Meni ismim Javohir. Shu Mirjalol Imron o'rtoqlarimiz bilan yoshlikdan birga do'st bo'lib kelganmiz. Ko'p narsani ko'rganmiz, ko'p narsani yengib o'tganmiz. Litseyda kursdosh bo'lganmiz. Billa Toshkentda o'qish paytlari ham billa yotoqxonada turganmiz. Aka bag'da so'rab bular kim ekan, nimani gapirmoqchi deyiladigan bo'lsa, shuna savollar tug'iladigan bo'lsa. Keyin endi sizlarga mana bizni kuzatib turadigan shu hali kuzatuvchilarimizga bitta zo'r insightlar olasizlar. Xudo xolasa mana shu boshlagan ishlarimizni Xudo xayrli qilsin. Xudo xolasa hammaga bir mazmunli bo'ladigan zo'r suhbatlar qilishga harakat qilamiz, Xudo xolasa. Birinchi masala, bu podkast qilish ideyasi bizga qayerdan keldi? Bu haqida qisqacha gaplashdik. Ishda o'zimiz yangi yo'nalishda sinab ko'rmoqchimiz. Ikkinchidan, podkastlar arasida o'zimiz xohlagan, lekin shuni topolmagan narsani o'zimiz olib chiqishga harakat qildik. Masalan, biznes yo'nalishini oladigan bo'lsak, biznes yo'nalishida ham motivatorlar, o'rgatuvchilar, biznesmenlarni ko'ramiz. Ko'pida yuzaki maslahatlar berib o'tib ketilgan. Masalan, biz yoshligimizda ularni ishlardik, masalan, harakat qil, boshla, lekin qanaqa qadamlar bilan boshlash kerak? Bitta ideya kelganda kimga murojaat qilish kerak? Qanaqa yo'l tutib shu biznesga boshlash uchun qanaqa pashag'li instruksiyalar bor? Shunar darajada insightlar yo'qligi uchun o'zimiz ozgina hayotdan o'rganib, shu narsani ozmi ko'pmi bo'lishga harakat qilib boshlaganmiz. O'zimizni hali mukammal bir tadbirkor deb hali his qilmaymiz. Nimaga? Chunki biz ham endi boshladik, lekin nimanidir o'sha ko'rib bo'ldik. Balkim kimdir endi boshlab turgan bo'lsa, hali biz ko'rgan narsani, biz boshimizdan o'tkazgan narsani hali u kishi o'tkazmagandir odam.
O'shanga balkim bizni shu suhbatimizdan o'ziga bir darslik olar, bir yangilik olar. Chunki bu yana bir maqsadlardan bittasi shu har kuni yig'ilib o'tirishimiz, o'rtoqlar bilan gaplashishimizda har xil biznes g'oyalar chiqadi, har xil maslahatlar chiqadi. Shu maslahatlar o'zimiz aramizda qolib ketaveradi. Mana bizga juda qiyin bo'lyapti. Masalan, men shu efir Birinchi marta kamera ro'parasida o'tirishimiz. Birinchi marta kameraning ro'parasida turib ham mana hali gaplarimiz topib olishimiz ham, hali o'zimiz tutishimiz ham juda qiyin bo'lyapti. Xudo xolasa bu tashaggui sekin buni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz aka. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz hammalardan. Kommentariyalarda yozib qo'yinglar. Mana boshlanishiga o'zimizni kattami kichkinami mana xudo xolasa 1 yil bo'lyapti Zechoy brendiga asos solganimizga. Shu brendni g'oyasi qachon kelgan, qanday kelgan, shu kungacha qanday yetib kelindi, ungacha uchalamiz ham birorta sohada, biror biznesda o'zimiz sinab ko'rmaganmiz. Qo'pol qilib aytganda 0 eksperiment bilan boshlangan ishlar mana shu kungacha qanaqa qilib yetib keldik, qanaqa qiyinchiliklardan o'tdik. Manda lekin bo'lgan bu narsa. Restavratorlik qilib yurilganda o'tilingan. Lekin bundan Javohir o'rtamizdan ko'p ideyalar olganmiz. Endi o'sha gapimizni qisqasi boshlanishga yana qaytib aytib o'taman, nimaga bu proyektimiz boshlandi. Har kuni yig'ilib o'zi gaplashib, o'rtoqlar orasida o'tiramiz, kimdirga qanaqadir maslahat beradi, qanaqadir yangi biznes ideya chiqadi, lekin shu gaplarimiz shu o'rtoqlar orasida qolib ketadi. Balkim bu gaplarimiz kimgadir qiziqroq bo'lar, kimgadir foydaliroq bo'lar. Shuning uchun shu podkast qilishga qaror qildik. Bu ham biz uchun bir yangi opit. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Chunki sizlarni bu biz birinchi o'rinda baribir sizlarga. Sizlar tomonidan bir podдержка bo'lsa, bizda ham motivatsiya bo'ladi. Keyinchalik yanada qiziqroq odamlarni olib kelib suhbatini olishga. Chunki biz tadbirkorlik yo'lini endi boshladik. Biz hali tadbirkorlik yo'lida yoshmiz. Bizdan-da kattalar bor, bizdan-da ko'p narsani ko'rganlar bor. Xudo xolasa niyat shunaqa odamlarni olib kelib, shular bilan suhbat qilish. Shu hammaga bizni kuzatib turadigan odamlarga manfaatli bo'ladigan shu narsalarni olib chiqishda endi mana shu proyektni boshlashimizdan maqsad shu bo'lgan. Mana biz shuncha g'oyalarni gaplashamiz-u, hali endi o'zimizni hali shevada aytadigan bo'lsa, ariqqa oqib ketardi-da. Mana shu ko'p ideyalar qilamiz, boshqa qilamiz, kimdir qo'llamaydi. Endi mana shularni hammasini mana hali videoga muhrlayapmizki, bu o'zimizga ham bir dars bo'lish uchun shuni ko'rib, davay mana shu yerda shuna degandik, shu chisloda mana hozir 26-chisloda mana shuna gap gapirgandik deb, shuni ustidan chiqamiz deb. Lekin yanada o'zimiz ustimizda ishlaymiz deb, lekin bu qolganlarga ham dars bo'lishligi uchun mana shu proyektni boshladik. Endi maqsadga o'tadigan bo'lsak, Zechoy brendi haqida gaplashaylik. Zechoy brendi haqida gaplashadigan bo'lsak, qayerdan kelgan bu g'oya? Kimga kelgan? Ideya maqtanib ma'niki bo'lgan, ma'niki devormayman. Men xayol qilganman, shu qanaqadir avvalo hammamizda ideya bo'lgan, shu bir nima ish qilishimiz kerak, biznes qilish kerak, o'zimiz ishimiz bo'lishi kerak. Shunda chetda ko'rib qoldik, safarga chiqqanda bubble tea degan ichimliklar bor ekan. O'zbekistonda bozorda yo'q hali. Shuni olib kiramiz degan fikr keldi. Ballarga tavsiya berdim. Uje kirishga boshlandi. Nima qadamdan boshlash kerak? Birinchi bizda shu savol bo'lgan. Mana ideya keldi. Bubble tea degan ichimlikni olib kirmoqchimiz. Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda eng zo'ri tavakkal, internet. Internetga kirib bubble tea nima, qayerdan olsa bo'ladi, nima qilib boshlasa bo'ladi, bubble tea'ni уже ochgan restoranlarga aloqaga chiqib, qana boshlagansan, qayerdan zaявка qilgansan, masalan, internetdan topib, Tailanddan hamma uni mahsulotlarini, ishlab chiqaruvchi apparatlarini aytadigan bo'lsak, o'shalarni topib, kelishib, gaplashib, уже olib keltirib, уже ikkinchi plan keyin joy yoqtarish bo'lgan. Shunaqa. Eng astoydil kirishganimiz shu joy yoqtarish bo'lgan. Lokatsiyada ham katta gap o'ynasa kerak, o'ynaydi bizda asobinda. Birinchi o'rinda lokatsiya. Mana masalan, biz boshlagan paytimiz oktyabrda oxiri, noyabrda boshlari, o'zi shu qishga qarab ketib turgan paytlar bo'lgan. U bubble tea ichimliklar hali
endi hali sezonli basligini biz Qo'qonda bilganmiz. Bizda hamma shu havo Sovuq ichimli. sovuq ichimli bo'lganiga o'zi havo sovishi bilan hali muzda ichsang tomog'ing og'riydi, u bular shamollaysan deb unday narsalar ichilmasdi-da. Mana endi xudo xolasa Qo'qonda inshaalloh vodiyda shu endi birinchilardan bo'lib mana shu milliy brendni olib kirib shuni chet elda, mana Toshkentda bu juda ko'p o'zi, bu soha bo'yicha hali gapirsak juda ko'p, xitoyliklar ham qilyapti, boshqalar ham qilyapti. Biz shularni birinchi milliy nomda o'zimiz tabiiy, halol mahsulotlar bilan mana shularni ishlab chiqaryapmiz, xudo xolasa. Eng vaqtimizni olgan narsa, arzimagan narsa bo'lgan, ya'ni nom topish. Mani ideyam nima bo'lgan? Shunaqa nom topaylikki, zamonaviy eshitilsin, lekin hech qayerda eshitilmagan so'z bo'lsin. O'zimiz o'ylab topaylik, lug'atda yo'q so'z bo'lsin deganmiz. Haftalab boshimiz og'rib ketardi, nom o'ylab. Shunaqa. O'sha moment bitta narsani bildim, nomni topganimizda, hozir uni ham aytib beraman. Hamma narsani o'zini vaqti bor ekan, yozilgani payti kelar ekan. Ming harakat qilganimiz bilan o'zi qaysidir moment shu kelar ekan. Shunga yarasha harakat qilib qo'yish kerak. Tavakkal. Harakat qildik. Keyin Toshkentda bir kuni hammamiz yig'ilib o'tirganda Toshkentlik Amirxon degan ukamiz borlar. Rosa yaxshi bola. O'sha ko'p narsa o'rgatgan, bizga maslahatlar berib, bir kuni aytdi: "Aka, o'zi nima yo'nalishlaring? Nima berasizlar odamlarga?" Dedi, biz choy dedik. Choy sotamiz, ichimliklarimizni asnovasi choy. Bo'ldi, choy deb qo'ya qolinglar dedi. Keyin endi uni zamonaviylashtirib, misol yoshlarga moslar qilib, ingliz tilida artikl qo'shib, Z choy qilib, ham milliylik, ham zamonaviylikni uyg'unlashtirdik. Yana bitta eng qiziq narsa, ochilishimizda aytganimizdek, biz Qo'qonga, ayniqsa Qo'qondan boshlaganimiz uchun bubble tea olib kirmoqchi bo'lganmiz bozorga. Lekin o'sha ochilishimizga yaqin hali retseptimiz tayyor bo'lmagan to'liq, o'sha ochilish kunini belgilab qo'yganmiz. Shu payt bitta ideya kelib qoldi xayolimizga, случайно keldi. Prosta safarga chiqqan paytimiz o'rtoqlar bitta magazinda shunaqa choylar ichib ko'rganmiz, mevali, o'sha yoqib qolgan, ta'mi qolgan og'zimizda. Shu prosta gap tarasida o'sha choylardan olib keltiraylik, topib menyuni ko'paytirish uchun ham o'zbek xalqimiz, ayniqsa qo'qonliklar choyni yaxshi ko'rib ichgani uchun ham o'sha sovuqqa kiryapmiz, choydan boshlaymiz deyilgan. Shuni olib keldik. Bubble teadan oldin choylar bilan boshlab, o'sha choylarimiz mashhur bo'lib ketib, shu bilan Zechoy birinchi tanilgan Qo'qonda. Shunaqa. Qo'qonda ham, masalan, mana Farg'onada ham, mana Toshkentda ham sotdik. Toshkentda ham filial ochganmiz. Biz mana shu choylarimiz bilan bu choylarki endi qanday oddiy pamir choy yoki bir ko'k choy emas, bu mevali choylar. Birinchi bu bozorga biz olib kirdik. Shu joyda qo'shimcha qilib o'tib ketay. Ko'pchilik klientlarimiz qanaqa choy bu deydi. Mevaligu mevani quritib parashokka aylantirilgan. Shuna deb tushuntirsa tushunarliroq bo'ladi. Quruq mevani parashokka aylantirib, buni yana ham boshqa choylardan ajralib turadigan sifati, u parashok erib ketganda qaynatilgan suvga singib ketadi-da, ichganingizda u mevani ham qo'shib qabul qilasiz. Oddiy choylarda uni rangi, ta'mi chiqadi xolos. Shunisi bilan bizning choylar ajralib turadi boshqalardan. Hali shakar yo sun'iy shakar, bunaqa qo'shimchalar yo'q. Tabiiy shu hali mevani o'zini o'sha hali qiyomi bilan ketadigan-da, hali aytganda. Keyin menyuni kattalashtirish maqsadida vaqti keldi, retseptlarni to'g'irladik, bubble tea'ni menyusini qo'shdik. Bittadan boshladik, ikkitadan boshladik, sekin-sekin mana hozir 20 tadan oshiq bubble tea ta'mlarini chiqarganmiz. Bizni bubble tealarimizni ichib ko'rgan hamshaharlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, maslahatlar beringlar, qaysinisini ulучшать qilishimiz kerak, yaxshilashimiz kerak, qaysinidir shakarini pasaytirish kerak, ko'paytirish kerak. Sizlar uchun qilingan bu narsa, sizlarning fikrlaring biz uchun muhim. Shunga qarab sizlar tomonga yuramiz, xudo xolasa. Aytganimizdek, qadamma-qadam buni qanday boshlaganmiz, qanday yetib kelganmiz, shu haqida ham gaplashamiz-da, asosan. Shunda mana asoschilarning asosiysi Mirjalol o'rtog'imizga savollar berib o'tib ketaman. Shu brendni
ochish, boshlash, shu kungacha olib kelish paytida qanaqa eng esingda qolgan qiyinchiliklarga ro'para kelganing, eng esingda qolgan? Masalan, shunaqa bo'lar ekanki, buni любой boshqa bizneslarda ham shu bo'ladigan eng katta qiyinchiligi shu narsani, bitta narsani g'oya qildingiz, ustida hali ishladingiz, gaplashdingiz. Masalan, mana biz sherikalik qilib qilganmiz bu ishni. Sheriklaringizni shu ishga jalb qilib olish qiyin bo'lar ekanda. Masalan, kimdir hali ichida o't yonib turadi. Davay qilaylik deydi, kimdir jinda ishonmaydi. Chunki har xil negativ bo'ladi. Zechoy deb nom qo'yibsan-u, cho'ypirish bo'lasanmi yo boshqa bo'lasanmi, kim cho'ypirishlikdan bo'lib ketgan, u bo'lib ketgan degan har xil negativlar ham bo'ladi. Menimcha bu yerda odamning xarakteriga bog'liq. Chunki tadbirkorda ham hali ikki xili bor-ku, tavakkalchi bor, keyin o'ylab 7 marta Shu o'rinda eslatib o'tib ketay buni gapiga. Ko'pchilik mana shu payt даже bu sohada bo'lmaganlar ham kelib bizga aqllilik qilib qo'pol qilib aytganda, unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak, yo buni qilma. Mana shunaqa gaplarga e'tibor bersalaring, seldan yana ham uzoqlashaverasizlar ekan. Bo'ldi, bitta narsani ushladingmi, o'sha orqasidan hech kimning gapini eshitmay, o'shani orqasidan ketib, o'shani bosish kerak. G'oyani ushlab, ideyani ushlab, o'zinikini ushlab. Boshida biz unga quloq soldik, bunga quloq soldik, ko'p joyda shuni deb adashdik. To'g'ri, bu adashganimizdan foyda bo'ldi-yu bizga, lekin ko'p vaqt yo'qotdik shuni orqasidan. Lekin masalan mana любой shuna hali yangi bitta yo'nalishda olib kirib turgan yoki bir o'zi bitta g'oya qilib bitta ishni boshlamoqchi bo'lganlarga ham eng katta maslahatim hech qachon shashni o'ldirmanglar. G'oya hech kimga o'zidan o'zi kelmaydi. Shu uni xudo shuni bir idrokiga solmaguncha, bir qalbiga solmaguncha o'zidan o'zi eshitmish bo'lmaydi. Sizda g'oya keldimi, nimadir ish qilishga yo ishdan chiqib ketib qandaydir shaxsiy bitta biznes qilishga, shuna payt qanaqa shuna bittalik shukuh kelganda bo'ldi, uni qo'yib yubormaslik kerak. Erta kech o'ylash kerak. Qanaqa qilaman, qanaqa ochaman, qanaqa yurg'izdiraman. Bunga endi hali tartib ham, intizom ham mana shu yerda endi ishlaydigan ekan. Masalan, boshlagan paytingizda pul tiqib hali endi ishni yurg'izdiraman degan paytingizda eng katta qiyinchiliklar rasxodni yozib yurmasangiz. Rasxod ishib ketadi. Bu sizlarga ham hali manfaatli bo'ladi. Yangi boshlayman degan hali ish yuritganlarga hamma narsani hisob kitobini to'g'ri qilish kerak. Yozib yurish kerak. Yozib yurib, keyin endi hali sizlarga yana bitta maslahat, kim nima shu yangi sohani boshlaydigan bo'lsa, yangi o'zi bir ish qilishni o'ylab turgan bo'lsa, hech qachon kirib turib do'kondagi narxiga, sennikiga qarab turib ishni boshlamanglar. Mana shundan deb turib shu narxdan olaman deb turib umuman plan qilmanglar. Boshida biz eng ko'p xatoga yo'l qo'ygan joylarimizdan ko'p yutqizdirganimiz ham shunda. Do'konga kirsak, masalan, o'zimizga mayda-chuyda olib kelish kerak, sut, meva, cheva. Shunday to'g'ri kelgan do'konga kirib, narxiga ham qaramasdan olish kerakmi, olish kerak. Shunday savatga solib, olib chiqib, даже hisob kitob ham qilmasdik. Ishto mana u masalan nech pulga tushyapti tan narxi. Ichimligi, nakleykasi, bunisi, krushkasi, hammasi nech pulga tushadi. Hisoblab ham o'tirmaganmiz. Hisob kitob boshida bo'lmaganligi uchun ko'p adashganmiz. Shuning uchun buni maslahatiga nima deb qo'shilmoqchiman. Tiyin-tiyinigacha hamma narsa hisob kitobli bo'lish kerak. Keyin narxni olinishida juda e'tiborli bo'lish kerak ekan. Boshida masalan biz 44 mingga olgan bitta mahsulotimizni, bitta ingrediyentni hozir o'sha 20 mingdan olyapmiz. Shunaqa. Endi aytmoqchiman, izlanish kerak ekan. Izlanishdan, boshidan izlanishdan to'xtamaslik kerak. Endi mana masalan mana shu videoni ko'rib turganlarga, mana shu podkastni birinchi seriyasini ko'rib turganlarga endi hali maslahatki, kimdir o'zida bitta g'oya bo'lsa, o'shani bir amalga oshira olmay turgan bo'lsa, kommentariyaga yoki masalan shu o'zimizni Zechoydagi mana shu buni SEO desa bo'ladi, shularga aloqaga chiqsalar ham biz ham endi boshlaganmiz. Umuman qo'rqmanglar. Yangi ish qilishdan, mana biz bu narsani nima qilganmiz desak, biz qilgan paytimizda Qo'qonda bu narsa hali rivojlanmagandi. Choy ham, buna ichimliklar ham, masalan mana kafelar hozir bor,
lift bor, havoqan degan o'zi Qo'qonda brendlar bor. Shular qilardi, lekin hali odamlar unaqangi qimmat narxlarga choyni 20 mingga olamanmi, 15 mingga olamanmi deb o'ylangan holatlar ko'p bo'lardi. Lekin buni umuman bitta narxni belgiladingizmi, себестоимость chiqardingizmi, bo'ldi. O'ylanmasdan mana shu narsangiz 10 mingmi deb, mana shu 15 ming sotaman, siz 15 ming deb qo'yish kerak. Hech qachon qo'rqmang, birov kirib olmay qolsa-chi, boshqa qilsa-chi deb hech qachon o'ylamang. Yozilgan. Doimo o'sha aytgandek, Javohir aytgandek, hammani rizqi yozilgan. Bugun kirmasa ertaga kiradi. Ertaga kirmasa babindan kirib oladi shu Shu o'rinda narsani. yaqinda bitta yaxshi gap eshitdim-da. O'zimga yaxshi insightlar oldim, kerakli ma'lumotlarni sizlar bilan ham xosan biznes sohasida aytdingiz, men shuni umumiy hayotga moslab aytmoqchiman. Birovlarga moslashish kerak emas ekanda, hayotga moslashish kerak emas, hayotni, holatlarni, insonlarni o'zimizga moslatishimiz kerak ekan. Masalan, bu aytganda 15 ming qo'ymoqchimisiz narxni, siz shunga aqlingiz yetyaptimi, siz tayinladingiz shu narsani. Bu 15 ming qo'ying. U odam nima deb o'ylarkin, ko'tararmikin, cho'ntagiga olalarmikin, qimmat demasmikin? Siz o'yeringiz shu mahsulotingiz 15 mingga tortishiga bo'ldi, oladi u kelib. Siz uni shuni olishga majburlang. Odamlarni hayotiy holatlarni o'zimizga to'g'rilashimiz kerak. Masalan, birorta ish qilmoqchimizda oddiy misol, kim bilandir gaplashmoqchimiz, kutib turamiz. Momenti kelsin, nastroy yaxshi bo'lsin, keyin aytaman. Unda kutib yurilaverar ekan. Yo hozir, yo hech qachon. Bu gapingga bir kitob bor psixologiya bo'yicha, Robert Green'da. O'shanda endi u erta 48 ta zakon bo'lsa, ichida o'zingga kerakligini olasan. Audio knigasini eshitganman. Ichida shunaqa zakonlar va bizni mentalitetga to'g'ri kelmaydi, bizni dinimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Lekin o'zingga bir polezniy narsa olsa bo'ladi. O'sha yerda aytilingan biznes qilishdan oldin odamlarni muammosini top. O'sha muammosini pulga hal qil. Bu birinchi o'rindagi biznes. Yokida aytib o'tilingani muammo topa olmasang, muammo yarat. O'sha muammoga решение ber deb aytilgan. Xalinda Mirjalol aytib o'tdi. Kimgadir qanaqadir ideya kelsa, ko'pchilik o'ylanadi. Qilaymi, qilmaymi deb tavakkal qilishdan qo'rqadi. Chunki baribir bitta ish boshlashdan oldin nima bo'lmasa ham pul tikishing kerak. Puling bo'lmasa investor topishing kerak. Bu ham bir katta ответственность. Shu narsaga savol berib ko'rmoqchiman. Nimagaligini oxirida tushunib aytasizlar. Hayotingda eng qo'rqadigan narsang nima? Sanda ham. Endi uzr, biz Qo'qonliklar o'zi hammani sizlaydi-yu, biz yaqinligimiz uchun sansirab gaplashamiz. Hayotingda eng qo'rqadigan narsang? Qo'rqadigan narsalaringdan biri desam ham bo'ladi, chunki bunaqa nimalar ko'p. O'zingni bir yaqinlaringga tegishli emas, kimdir yo'qotish yo bir nimada emas. O'zingni mana hayotingda nima bo'lishidan qo'rqasan? Ko'pincha bizga qanaqa bo'lishni chetdagilar ko'rsatib berar ekan. To'g'ri, hayot ko'rsatib berar ekan. Bunday birovni ko'rib yoki holatni ko'rib, bunaqa qilishim kerak ekan deysan-ku. Menda ham yaqinda shunday holat bo'ldi. Shu savolga o'zimga javob topdim. Men qo'rqaman desam noto'g'ri bo'ladi-yu, o'zimni yo'qotmasligim kerak ekan. Ko'p qilgan xatoyim kimdir oldida mayli nima deb o'ylasa o'ylarsin deb ko'p noto'g'ri ishlar qilib qo'yganman. U meni hurmatimni, o'zligimni yo'qotishga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun menimcha bu savolingga javobim o'zligimni yo'qotishdan qo'rqaman. Menga shu o'zimga bo'lgan ishonchni yo'qotishdan qo'rqaman. Chunki odam nima ish qilishidan ham, yurish turishidan ham hamma narsada o'sha masalan shu insonmanmi, o'ziga bo'lgan ishonchi bo'lish kerak odamda. Shu narsada shu odam katta marraga, katta yutuqlarga erishadi, o'ziga ishongani uchun. Mana sportmenlar ham o'ziga ishonmagan odamni bunday aytganda duh past bo'ladi. Hali endi ruscha aralashtiryapmiz-ku. Endi biz hamma shu Qo'qonlikmiz, Qo'qon shaharida gaplashyapmiz-da.
hali duxi past bo'ladi. Odamda duxi baland bo'lishi kerak. Buning uchun bu o'ziga ishonishi kerak odam. O'zida nima qo'lidan kelishini, nimalarga o'sha bir tayyorligini, keyin mana bitta narsani tushunib yetgan narsam nima bo'lganki, savoldan jicha qochyapman-ku. Hali bitta aytib o'tsam, masalan, nimadir qilmoqchisiz. Lekin shu narsaga nimadirlar, qandaydir bir mayda muammolar to'sqinlik qilyapti. Shunaqa holatda odam sal bunday tafakkur qilish kerak-da. Masalan, mana bunday aytsak, kimlar masalan mana Zafar Hoshimov bormi yoki mana Jahongir Ortiqxo'jayevlar bormi? Mana bular ham inson, biz ham inson. O'qigan narsa men qila olmaymanmi? Uni stupenkasidan men o'sha 40 yoshgacha, 45 yoshgacha men chiqa olmaymanmi? deb turib odam o'ziga o'zi savol berish kerak-da. Endi lekin yana bitta narsa bor, hali kimdirlar, hali biz hozir bu yerda faqat biznes deyapmiz-ku, kimdir qo'lida ishlaydigan odamlar bor. Ikki toifa inson bo'ladi. Birinchi toifasi lider, boss bo'ladi. Bu ikkinchi toifa insonni ishlatadigan odam bo'ladi. Ikkinchi toifa inson bu shaxsiy biznes qilsa ham, shaxsiy nimadir ish qilsa ham hech qo'lidan kelmaydi. Unga kimdir nimadir buyurib zo'r ishchi bo'ladi. O'sha odam ikkinchi bo'lsangiz ham siz, oddiy ishchi bo'lsangiz ham o'sha qayta ishlashingizdan qat'iy nazar, qayta bo'lishingizdan qat'iy nazar eng zo'ri bo'lishingiz kerak. Eng top menejer, eng top sotuvchi bo'lishingiz kerak. Endi lider odam bu kачество endi hali hammada ham bor deya olmayman, to'g'risi. Masalan, hali hammada har xil mana kollektiv bo'lib ishlaymiz. Ikkinchi toifadagiga menimcha bu meni fikrim, nimaga lider emas, kimgadir ishlash yoqadi. Endi bu meni fikrim. Menimcha o'zini bo'yniga katta mas'uliyat olishdan qo'rqadi. Bu hayotga bir marta kelamiz. Kimdir 30 ga kirib, kimdir 50 ga kirib, kimdir 70 ga, kimdir 100 ga kirib o'tadi. Lekin bu lichni meni qo'rqadigan narsalarimdan bittasi shu o'lim to'shagida yotilganda, hali ko'z yumilishdan oldin nimaga o'shanda shu narsani qilmadim? Holadim o'sha narsani. Nima qilmadim? Nima aylanganim netga bormadim? Возможностim bor edi. Shunaqa. Lekin bormadim o'sha yerga. deb o'tishdan qo'rqish kerak. Birinchi o'rinda deb o'ylayman. Nimaga bu narsa masalan, hozir javobi berma to'xta. Bu o'lim to'shagi demagini. Hali yosh o'tib, sog'liq ko'tarmagan paytda desang, shu sal yaxshi. Yo'q, nimaga bu endi hali o'lim hammamizni boshimizga keladigan odam bilan o'ylamaydi-da. Mani bu fikrim, chunki unda yosh o'tib, o'sha qo'lda hamma yosh chiqib, misol hali ko'pchilikda elda gapi bor, erkak kishi 30 yosh, 40 yoshgacha o'zini tiklab olish kerak edi. Bir tomondan qo'shilaman bu narsaga ham, lekin vaqt o'tib, o'sha 50-60 ga xudo xolasi kirilingandan keyin shu narsadan afsuslanmaslikda. Nimaga? Shuning uchun tavakkal qilaverish kerak. Tavakkaldan uchun yashayay deganda umr tugab qolar ekanda. Shunaqa. Bu ham bir qo'rqishdan oldin, bir ishni boshlashdan oldin shu narsani o'zingizlarga shu savolni o'zingizlar beringlar. Keyin afsuslanmaymanmi? Shu narsani nimaga qilmadim deb o'zimga o'zim keyin savol bermaymanmi? Senda ikkita variant bo'ladi. Yo uspeh, yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Yo shu narsa bo'lib ketadi, yo proval bo'ladi. Hali ruslarda qilmasang senda bitta narsa bo'ladi, proval уже. Лучше попробовать и проиграть, чем не попробовать и жалеть deydi-yu, afsuslanib. Chunki afsuslangandan keyin odam o'zi pushimon ishni boshlaydi. Hali o'zbeklarda gapi bor, oxirgi pushimon o'zingga dushmanmi? Oddiy misol, mana biznesimizni misolida shuni aytib o'tib ketsam, biror yangilik qo'shishdan oldin rosa o'ylanardik. Masalan, fresh qo'shmoqchimiz. Qanaqa bo'lar ekan? Bizning nomimiz choy-ku, yo klientlar olarmikin? Qanaqa qabul qilar ekan odam? Shuni o'ylanaversang, surilib qo'qib ketaverasan ekan. Ko'p o'ylanaversang, o'shaning uchun biznes risk deyiladi. Endi bu arzimagan misol u. Qildik, o'xshadi, qoldi. O'xshamadi, bo'ldi, olib tashlaysan, o'zingga to'g'ri dars olib davom etasan. Hech qachon bitta narsani bilinglar. Xato bu bo'ldi, tugadi, menga bas ekan degan narsani olib keladigan bitta katta bir muammo emas. Faqat dars. Xato bu dars, sizga bu foyda bo'ladigan.
Masalan, nimadir bitta ishga pul tikdingiz-u, shu ishingiz o'xshamadi. O'zingiz uchun biling, masalan, shu ishga $500 tikdingizmi? Shu narsani olib kelib sotaman dedingiz-u, sotolmadingiz. Siz o'ylayapsiz, atrofingizdagilarning fikrida siz eplanmagansiz yo sizniki emasdir degan narsa bor. Siz $500lik o'zingizga dars oldingiz. Eksperiment. Bitta eksperiment bo'ldi-da. Shuning uchun ham hech qachon riskovat qilishdan to'xtamaslik kerak. Qo'rqmaslik kerak. O'shalim, masalan, shu любой odamga bir hali erkak kishiga desa, chunki baribir любой oilada baribir hali oila boshi va erkak kishi bo'ladi. Bular hech qachon risk qilishdan qo'rqmaslik kerak-da, chunki mana hamma ishda shu Javohir aytgan gapiga hali 100% qo'shilaman. Hamma ishda uzoqqa 40 yoshgacha, masalan, biz agar yoshlar ko'rib turgan bo'lsa, ularga o'zimiz tengqur, mana 28 yoshdagilar yoki biz tepa yo past bo'ladigan bo'lsa, shularga maslahatimiz, nima ish bo'lsa, qana o'zingizni cho'qqa o'tkazadigan bo'lsangiz, 40 yoshgacha qilib oling. 40 yoshdan keyin mana o'zingizni yuzdek kattalarga kuzating. Mana o'sha kattalarda hali risk qilishga quvvati o'sha kamayishni boshlaydi. Chunki nimaga? Oilasi bo'ladi, ballari katta bo'lishni boshlaydi. Maktab o'qish, bir nima, uni kontrakti boshqa qilib. Bunda baribir qo'rquv keyin u odamni yengib yuboradi-da. Shuning uchun hozir riskovatdan qo'rqmagan, hali bir bala-chaqalar kichkina yoki hali men bo'lgani bilan hozir harakat qiling, ertaga mevasini olasiz. Xudo xolasa olasiz. Nima ish qilsangiz ham hozir harakat qiling. Shu joyda bitta savol kelib qoldi sizlarga. Menga yaqinda bir kishi berdi. Sanga birinchi savol. Hop. Endi chetni ko'rib kelganing uchun musofirchilikda bo'lgansan uzoq vaqt. Shundan kelib chiqib savol beraman. Erkak kishini tarbiyalaydigan, erkak kishi qiladigan etaplar bo'ladi hayotda. O'shana etaplarga qana misollar keltirasan? Qaysi etaplardan o'tish обязательный erkak kishi uchun? Endi o'zim hayotimdan kelib chiqib aytaman-da, baribir nima bo'lmaganda ham. Men uchun baribir birinchi o'rinda musofirchilik ekan. Nimagaligini aytsam, men yosh ketganman, o'qigani Yevropaga. Biz ham Toshkentda o'qiganmiz, biz ham musofir bo'lganmiz zaten. Yarim musofirlar. Shunaqa. Bu yerda yurgan bola, bu yerda yurilsa, ota-onani, aka-ukani kontrolida yuriladi, oqimda yuriladi. Baribir bunday ko'chaga chiqqanda o'zi svobodniy o'zini his qilishi mumkin, lekin baribir pod kontrolim. 12 da bo'lsa, biz uydagilar telefon qilib yengillik o'rganib qoladimi? Yo'q, yengillik emas. Yengillik emas. Nabarot, pod kuplum. Kontrolda. Musofirchilikda sen svobodniy oqimdasan. Sendan o'zingdan zavist, qayerga ketish, yo o'ngga yo chapga. Shu savolingdan kelib chiqib bu javobim musofirchilik, chunki endi meni birinchi o'rinda ota-onam tarbiyalagan, lekin hayotiy tajribani ko'p o'pitdi, baribir musofirchilik bergan. Nimaga? Kontrol yo'qoladi. Kontrol yo'qoladi. O'sha yo'lga kirasan, senda vibor bor. Yo o'zingni yaxshilab yo'lingni topib ket, o'qi, bir odam bo'l, yo boshqa yo'lga kirib ket. Hech kim seni qaramaydi, kontrol qilmaydi. Misol bu yerda hali bir 11-12larda ketish payt yursang ham baribir uydagilar xavotir olib, "Qayerdasan, nima qilyapsan?" deb telefon qilishadi. Erta u narsa yo'q. O'zingni ushlab turasan. Erta o'zingga bog'liq u narsa. O'sha narsa qattiq tarbiyalar ekan. Musofirchilik. Yana nima? Men yana bitta boshiga tushadigan, baribir har erkakda boshiga tushadigan tashvish bor. Bu pul, qarz, qarz. Mana sekin-sekin qarz ham mas'uliyat yuklaydida katta. Birovni oldida sen doljinsanda, qarz uni yopaman deb ham kuchliroq harakat qilasan. Qarzdan ham kuchlirog'i menimcha bu ro'zg'or. Nimaga? U aytsang aytmasang birinchi o'rinda. Ayoling, aka-ukang, farzandlaring senga qarab turadi qo'lingga. Men hammani endi men katta o'g'il bo'lganligim uchun aytyapman buni. Men misol uchun hammani o'zini ishi bo'lsa ham baribir mas'uliyat senda. Hamma sendan kutadi. Nimaga? Chunki biz o'sha katta bo'ldik. Biz 28 ga kirib bir erkakchilikni mana his qilib qo'limizga mas'uliyat olgan bo'lsak, bir xil erkaklar bor, 50 ga kirib ham hali mas'uliyatni his qilmaydi. Nimaga?
Chunki hayotiy tajriba bunga olib kelmagan. Bir xilgi ballar bor, 17 yoshida o'sha O'rtog'imizga ro'zg'orda qiyin 3 ta o'g'il. ro'zg'orda eplab, o'sha erkak bo'lganda qiyinchilikni ko'rib bo'lgan. Bu bechara bitta o'g'il. Shunaqa. Voris. Sanam bitta o'g'il. O'shanga shu Endi- birinchi musofirchilik, Endi ikkinchisi men aytadigan mas'uliyat. bo'lsam, uzr gapingni oldim-ku. Hali qiziq bo'lmay qolmasin, hali bu bizga nima kerak bor bu balani musofirda deb 6 marta bu degani, bu hayajon bo'lib turgani uchun keyinlari to'g'rilanib ketadi. Men o'zim aytib beradigan bo'lsam, birinchi maktabda o'qiganman, litseyda bitirganman, TATUda Toshkentda Toshkent axborot texnologiyalar universitetini shu Qizil diplomlariga bilan qizil diplomlarga bitirgan talabaman. Endi ota-onam menga shunchalik kontraktimni to'lab, Toshkentda shunchalik kvartiralarga, ro'zg'orimizga pul berib, boshqa qilib Erkalatib yuborishgan. e'tibor berishgan, yo erkalatishmagan. Bu bizni mas'uliyatsiz bo'lib qolishimizga sabab bo'lib qolgan o'sha paytlarda. Endi hozir Xudoga shukr, mana shular hammasini o'z yoshimiz katta bo'lib endi tushunib yetyapmiz. Eng g'alamlisi mana ota-onalarga bir farzandiga vahiyroq Ha, mas'uliyatni yuklash kerak bo'yniga. O'sha vahiyroq mas'uliyatni yuklash kerak ekan. Chunki bu ayniqsa o'g'il bolalarda bilinar ekan, qiz bolani qancha erkalatsa, qancha pul bersangiz, hali eskilar aytgandek, o'g'il bolani to'qlik buzadi, qiz bolani pulsizlik buzadi degani shu to'g'ri narsa. Qiz bolaga qancha pul bo'lsa bera olish kerak. Yaxshi gapirib, zo'r muomala qilsa, hali birov bilan ham boshqadan shunaqa gaplashsa ham yurib ketmaydigan bo'ladi. Endi o'g'il bolaga kelsa, o'g'il bolani pul bilan, mashaqqat bilan shu qiynash kerak-da. Buni yoshligida qancha vahlar boshlasa shu narsani mas'uliyatni bo'yniga yuklanilsa, shu bolani shuncha tez u bola rivojlanadi, emin erkin bo'ladi. Shu oilasida ham bitta katta daraxt shuncha tez ulg'ayadi. Ha, sen ona tili o'qituvchimiz, ha? Halidan ba'zi gaplarimiz bizni o'zingiz to'g'rilab ketyapsan. Oddiy misol, mana hozir men 2,5 yosh o'g'lim bor. Shu o'zini hayot tarzidan kelib chiqib, shu mustaqillikka o'rgataman shuni. Masalan, ketib tursa, qo'lidan ushlamayman. Ko'chadamizmi, xattamizmi, o'zi yuradi. Mashinaga o'zi chiqadi, qiynalib, usti kir bo'lib bo'lsa ham olib chiqib qo'ymayman. Endi ko'tarib kimdir olib chiqib qo'ymaslik kerak-da. Hech даже mashinaga chiqish ham oson emas. O'zim harakat qilishim kerak degan narsa psixologik yozilib boraveradi shunga. Do'konga kirsa, mana uni ol, mana uni olma emas. O'ziga tashab qo'yaman. Puling bormi deyman. Yo'q deydi. Nimaga olasan bo'lmasam deyman. Mana pulim bor, mana olib beryapman. Ishingda tursin. Shu yoshlikdan buni o'g'li katta bo'lib boryapti-da. Nimaga boshqalar ballari dadam minnat qilyapti, olib bergan pampersini gapiryapti. Ya, unaqa ma'noda. Do'konga kirsa, puling bormi deb qiynayapti-da. To'g'ri. Lekin bu hozir to'g'ri gap aytyapti. Hozir u gapni tushunmaydi u. Lekin avtomatik miyaga yozilib borib shu narsa insonda xarakterda shakllantiradi. O'zi shu narsani tushunadiki, katta bo'lib bir narsa topishim uchun, magazinga kirib olishim uchun men pulim bo'lish kerak ekan. Pulni qayerdan topaman? Mana shu narsa o'zi hozirdan shakllanishni boshlaydi. Xo'p. O'zi halingda esimga tushdi, temamiz burilib ketib qoldi. Hayotingda o'tmishda mana 28 yil yashagan bo'lsa, qaysidir momentda babi men shunda buni qilishim kerak edi degan narsa hammani ichida o'tadi. Shundan kelib chiqib savol. O'tmishingda qaysi momentda bittasini o'zgartirish imkoniyati bo'lganda o'zgartirarding? Sizda javob tayyor bo'lsa berib turaverasiz. Juda og'ir savol aytding, Og'ir javob keldi, endi aytolmayman. Qanday biz nimamizga to'g'ri keldi, o'zimni nima. Lekin hech nimani o'zgartirmasdim. Chunki Xudoga shukr, hayotim o'ylaganimdek bo'lib kelyapti. Xatolarim bo'lgan bo'lsa, qanaqadir qilgan, bu menga qanaqadir darslik berganki, shu turishimga meni olib keldi shu narsa. Yaxshi javob. Sizdan? Men o'zimni o'sha bir maktab tugatib turgan paytimda Mirzalolga borib aytmoqchi bo'lgan bo'lardim. Ingliz tilini o'rgan degan bo'lardim.
mana shu men yoshligimda orzu qilgan narsam Shu o'rinda savol. o'zim Hozir nima xalaqit beryapti ingliz tilini o'rganishingga? hozir o'zi ingliz tilini bilaman. Ha, Xudoga shukur, biladi. ingliz tilini yaxshi IELTSdan bilaman. 7. 7,5. IELTSdan 7,5 bor. endi inglizcha olib o'tiraylik. Yo, Ha, okey, bizni kuzatadiganlar qiynaladi-da u ingliz tilida. Meni ingliz tilimda bizni kuzatadiganlar qiynaladi. Tushunishga. Men o'sha Mirjalolga aytgan bo'lardimki, o'sha 17 yoshli Mirjalolga vaqtdan boshla, mas'uliyatni qo'lingga olib, hali kimdir nimadir beradi senga, kimdandir nimadir qoladi deb o'ylamasdan boshla, nimadir ish qilishdi, Mo'jiza yuz bermaydi. Mo'jiza yuz bermaydi. Hech qachon kimdandir nimadir qolib ketadi deb hech qachon o'ylama. Rizqing Bitta tushungan narsamni tiqib o'tib ketay, uzr gapingni bo'ldim. Hali kunlar keladi degan narsa yo'q ekan. Hali gap boru, olma daraxti tagiga yotib olib, og'izni ochib, olma pish og'zimga Yo'q. tushdigan. Harakat qilmasang, bir kun buzg'ur bo'lib ketaman-da deb bo'lmas ekan. Tema keladi. On temshik. Mana-da sizlarga savolda 20 yoshligingda maqsadlaring qanaqa edi? Hozir mana 30 ga borib turib, o'zi mana 28 ga kirib, maqsadlaring nima bo'ldi? Qaysi shu 20 yoshda qo'ygan maqsadlaringga erishdingmi yo hali ham erishadiganlaring yo'qmi? Qisman erishdim. 20 yoshda nima maqsad qo'yganding o'zingga? Bu narsani yaxshi eslayman. Endi 20 yosh emas, o'sha yoshlarda. Chunki Menimcha u yoshda maqsadlar qisqa bo'ladi. qisqa hamki ronda maqsad bo'lgan. Mashinamni olsam, Yo. o'qishimni bitirsam, uylansam. Qo'lda ishlardim men, misol. Ag'darigaligimda o'qish vaqtida parallelni iloji yo'q ishlaysan. Ota-onangga gruz bo'lgin kelmaydi. Qo'lda ishlardim. Yo. O'zim biznesimni ochmoqchiman. Shu, o'zimga o'zim ishlashdi. Ko'p niyat, U ko'p orzu o'ylar bo'lganmi? yurardim. Sel bo'lganmi? Yo'q, u sel bo'lgan. Orzu misol uchun menga Цель без движения это mечта deydi. движение qilindi kelindi shu kungacha. Ruscha aralashtirib turganimizga Uzr. rus maktab, rus litseyda rus o'qilgan. maktab, rus bog'cha. Maktabdan keyin yana Смотря какой фабрик. Sanda nima? 20 yoshda nima maqsad qo'yganding? Mana 28 ga kirib shularga erishdingmi? 20 yoshda men aytganimdek maqsadlarim qisqa bo'lgan. Qisqa muddatli. Masalan, shu bitta mashina olsam, uyim remont qilib olsam, uylanib olsam, bitta ish boshlab olsam, undan uzog'i o'sha orzular bo'lgan. Shu narsaga bugun shu temani ko'tarmoqchi edim. O'zing aytib qolding. Mana o'zing og'zing bilan aytyapsan, o'sha payt maqsadlarim qisqa lo'nda bo'lgan deb. Bizda hozir hali yoshlarda asobinni biz mana Qo'qonda deylik. Bitta buni ayb deymanmi yo ayb demaymanmi? Predel mechtani degan narsa pasayib ketgan. Misol uchun kimdir vertolyot olib o'ziga shaxsiy orzu qilishdan qo'rqmaslik kerak, qisqa qilib aytganda. Orzu qilsa bizdagilar shu mashinacha olsam, bitta shu magazincha ochib qo'ysam. Hojiboy Tojiboyev aytgandek, oyda mo'ljallasang toqqa chiqasan. Shunaqa predel mechtanini ko'tarish kerak. Hali bali. Endi shu yoshga keyin Allohga oson. Ko'tarib yuborish kerak ekan. Bir xil payt o'zim o'ylab qolaman-da, shu Trekkerimni Malibu qilib olsam deb turib, Malibu menga qiyin-u, Allohga oson. Yo, Malibu emas deyman. BMW M590 olaman deyman. Hali yosh bolacha orzuda eshitilishi mumkin-u. Aytgandek, agar o'zimizni miyamizdagi plankani ko'tarmasak, o'shanga yarasha mana o'zingdan hali opitdan sandan ham kelib chiqib aytilinsa, topardan mana gaplashilsa-da shu temada. Topardan mana 18 yoshingda necha pul topishni orzu qilgansan? 18 yoshimda 500 topishni orzu qilganman. 500 gacha chiqilingandan keyin 1000 bo'lgan. Ko'tariladi. 1000 ga ko'tarilgandan keyin 500 ga yasholmaysan. Chunki уровень качества жизни oshib bo'lgan u narsaga. Shu narsa bizdagilarda bizni yosh hozir pokoleniya shu narsani yetsa, mahalla bor ballar bilan hotdog yeb, gaplashib o'tirsa. hali pul tashlashib, Keziyoga borsa deb. Ya endi bu
kimgadir hali biz misol uchun o'zimizga ham mana san bilan shu bir miyani bo'shatish uchun o'ylanadigan bir qilinadigan hayotda faqat orzuda emas, umuman shaxsiy plankani ham ko'tarib yurish kerak. Shunaqa. O'shanda hali menimcha xarizmasi ham oshishni boshlaydi odamni. O'ziga zamknutый bo'lib yuraversa, o'ziga uверенность oshadi. shunaqa. Yaxshi narsalarni o'ziga qabul qilishni boshlaydi. Masalan, men shu yerda ham o'tiraveraman. Hali och qorndan tinch qo'yaveraman deganda. Endi men o'zimga keladigan. Hamma narsani zo'rini o'ziga loyiq qo'yish kerak. Men 20 yoshda ham o'zi savdoga chiqardim, o'zi bozorga chiqardim. Men bilganlar biladi. O'zi o'sha paytda eng yosh savdogarlardan. Shunaqa, hali juda o'zim anaqa bir osmonga ko'tarib yuborish bahsi, lekin o'sha paytdan uydagilarni, endi bitta o'g'ilman, uydagilarni dars yoriydim. Bozorga chiqardim, keyin kunduzi Shermat bor, qo'ylarga qarab. o'qishga borardim, litseyga borardik. Ujali shu 1-2 kurs bo'lganimizda bozorga chiqardim. O'shandan o'zi orzu qilardim. Xudo xolasa shunday bitta shaxsiy biznes qilib, bitta emin erkin bo'lib, uydagilarga bir og'irligim tushmaydigan bitta ish qilib, ota-onamni orzusini amalga oshiradigan bir zo'r solih bola bo'lishni orzu qilardim. Xudo xolasa shularga erishyapman deb o'ylayman. Masalan, shu singillarimning eng zo'r akasiman. Ota-onamni xudo xolasa endi hali bir kam bo'lmasa eng zo'r o'g'liman. Endi bitta bo'lgandan keyin zo'r o'g'li bo'ladi. Endi bitta bo'lgandan keyin emas. Gapda hali maqtanish bepul, lekin haddingizdan oshmaydi. Yo. Bu yerda endi buna deydi-yu, masalan, uncha o'zim tengqur balla ichida ham endi bu yerda o'zim maqtash bas. Prosta kimlar menga shuna bo'linglar, hali menga o'xshagan shijoati ichida o'ti bor ballar bo'lsa, harakat qilinglar, bo'linglar deyish maqsadda men ham mana shu yergacha keldim. Tayinda Xudoga shukr, dadam bergan bo'lsalardan mashinam bor. Mana shaxsiy ishim bor. Uyimizdagi masalan ishlargacha yordam beramiz. Ko'pchilik aytadi shu o'rinda, masalan, sandaqangi holatni bilmaganlar tashqaridan qarab, dadasini o'g'li boshqa. Yo, mana men buni yonida birinchi o'rinda shukr qilish kerak. Yonida bo'lganim uchun, bilganim uchun buni holatda aytib o'tib ketaman. U borligi bitta narsa. Uni ushlab qolish, to'g'ri taqsimlash, to'g'ri olib ketish bitta narsa. Kimdirlar bor, dadasidan masalan falon million dollar uy biznes qoladi, 1-2 yilda yo'q qilib yuboradi. Buni olib ketishni o'zi alohida bitta narsa. U hali bo'ldi, dadasi boy degani uni o'zi yetmaydi demoqchiman-da. O'zi jamiki mana bu insonda ota-onasi bo'lganini, otasi bo'lanimi, onasi o'zi bo'lan, o'shani o'zi boylik, to'g'risi. U miyasini o'qiydigan bo'lib ketganman-da. Aytyapman, ham sinfdosh, kursdosh, xonadosh, ishdosh, kundosh. Endi hali doim billa shu Imron o'rtam bilan birga yurganimiz uchun doim hali ham fikr, shu hali shu ham suhbat, ham suhbat, ham bitta mashina, ham safar. Mana qaytga borsak, shu Imron bilan birga boramiz. Keyingi suhbatlarda kimni ko'rishni xohlaysizlar? Bizda masalan ataylab mana palonchi pismadonchini olib kelib u bilan suhbat qilamiz, davay shu odam belgilaylar demaymiz. Agar kimnidir qiziqishi bo'lsa, kimnidir masalan bizdan yosh katta bo'lsa ham qanaqadir bir bizneslarda yo bir o'zini qaysidir bitta sohasida ta'lim bo'ladimi, oshxona bo'ladimi, bu qanaqadir bir ustami yo bir hali bir bunday aytganda bir fizический bir trener bo'ladimi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, kimni qiziqishi bo'lsa, ishini ustasi bo'lsa, o'sha odamni keyingi suhbatga xudo xolasa chaqiramiz. O'zlarini hech qachon mana biz ham endi birinchi marta boshlab oldik, kameradan umuman qo'rqmanglar. Men yerda suhbatlashishdan hech kim bir-birini yemas ekan, boshida biz bir-birimizni yeymiz deb o'yladik. U kommentariyada belgilanglar. Agar kimnidir masalan mana Qo'qonda qaysidir bitta korxona borda yoki qanaqadir bir do'kon bordir, yo qanaqadir bir set magazin bordir. O'sha odamni mana shu yerda suhbatda ko'rishni xohlasalar, o'sha odamni bizga ismini belgilab yo kimligini belgilab, o'sha eng ko'p like yig'sa, o'sha odamni xudo xolasa olib kelamiz shekilli suhbatga. Atak ungacha o'zimiz bilganlardan bir suhbatga bir manfaatli bo'ladigan, hammaga bir manfaat beradigan
suhbat qilishga harakat qilamiz. Shu joyda o'yin ham taklif qilib o'tib ketay. Shunaqa. Kimi taklifi kimnidir olib kelinglar desa, faqat bu emas. Bizni birinchi suhbatimizni ko'rib, bizga nima tanqidlaring bor, nimani o'zgartirish kerak, Shunaqa. nimani yaxshilash kerak, nima yangilik qilishimiz kerak, maslahatlaringni yoki kelgusida kimni olib kelishimizni shularni yozib ketsalar, qaysi kommentariy eng ko'p like yig'sa, bizga ma'qul bo'lsa, Shunaqa. o'sha insonni ham taklif qilamiz, unga alohida sovg'amiz bor. Keyin nima? Misol boshqa podkastlar hali o'zi mediyni bo'lgan odamlar, O'zbekiston tanigan, dunyo tanigan odamlarni olib chiqib suhbatini qilsa, ba'da katta tadbirkorlar bor, boshqalar bor. Ular balkim kameradan qo'rqar, balkim ularga unaqa taklif tushmagan. Mediyni bo'lmagan niyat shu. Shunaqangi mediyni bo'lmagan odamlarni olib chiqib, haqiqiy real hayotda nima kechirgan, qanaqa hali to'sqinliklar bo'lgan, nimani ko'rib o'tgan, shu narsalar olib chiqish. Shu. Kelsanglar ham chetda choy qilamiz. Xudo xolasa mana shu Imroim men ta'kidlagandi, aytgandi. Kimniki eng ko'p kommentariya yiqqan bo'lsa, like yiqqan bo'lsa, o'sha odamga mana shu Zechoy nomidan 10 kishilik voucher bor. 10 ta kelib 10 ta ichimlik, xohlagan 10 ta ichimlikdan kelib, xohlang 10 kun kelib bittadan kelib ichib keting. Xohlasangiz bittada 10 ta ichib keting. Bittada 10 ta ichib keting. Bo'ldi, mana shunaqangi voucher beramiz sizlarga. Juda qiyin bo'ldi. Hammaga rahmat. Xudo xolasa keyingi sonlarimizda uchrashguncha deb kinolarni tugatib qo'yamiz. Zechoyga kelinglar, choy poy qilamiz. Zechoyga kelinglar, choy poy qilamiz, xudo xolasa.